Qizil maydonning asriy toshlari ustida bu yil g'alati va og'ir bir sukunat hukmron. Odatda harbiy qudrat va ulkan texnikalar namoyishi bilan butun dunyoni hayratga solishga urinadigan Moskva bu gal mutlaqo boshqacha kayfiyatda. 9-may bayrami arafasida Rossiya poytaxti nafaqat jismoniy, balki virtual blokada holatiga keltirildi. Havoda dronlar, yerda esa axborot oqimi bo'g'ilmoqda. Xo'sh, dunyoning eng qudratli armiyalaridan biriga ega bo'lgan davlatni bunday misli ko'rilmagan ehtiyotkorlikka nima majbur qilyapti? Bugungi mavzuda Kreml devorlari ortidagi eng maxfiy jarayonlarni tahlil qilamiz. Mavzuni chuqurroq o'rganishdan avval kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bu kabi tahliliy materiallarni birinchilardan bo'lib kuzatib borishingiz uchun bu juda muhim. Asosiy masalaga qaytsak, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu yilgi paradda og'ir harbiy texnikalar qatnashmaydi. Mobil aloqa cheklanadi, hatto SMS xabarlar yo'llash ham vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Kreml bu choralarni terrorchilik xavfi bilan izohlamoqda. Ammo vaziyat ancha jiddiyroq ko'rinadi. 2026-yilning mart oyidan buyon Vladimir Putin o'ziga xos qamal holatida yashayotgani haqida xabarlar uchigan. Gap shundaki, Rossiya prezidenti nafaqat tashqi dushmanlardan, balki o'zining eng yaqin atrofidagi insonlar tomonidan tayyorlanishi mumkin bo'lgan fitnadan jiddiy tashvishda. Ayniqsa, osmondan kutilmaganda kelishi mumkin bo'lgan suiqasd dronlari uning eng katta hadigiga aylangan. Bu xavotirlar shunchaki taxmin emas. Federal qo'riqlash xizmati prezident atrofida o'tib bo'lmas devor tiklagan. Bugungi kunda Putin va uning oilasi Moskva yaqinidagi odatiy qarorgohlardan deyarli foydalanmay qo'ygan. U ko'proq maxsus modernizatsiya qilingan bunkerlarda, xususan Krasnodar o'lkasidagi maxfiy obyektlarda yashirinib ishlamoqda. Hatto u yerda haftalab qolib ketayotgani, ijtimoiy tarmoqlarda esa go'yoki u ish joyida ekanini ko'rsatuvchi oldindan tayyorlangan videolar efirga uzatilayotgani aytilmoqda. E'tiborlisi shundaki, o'tgan yili harbiy obyektlarga tez-tez borib turgan prezident bu yil birorta ham bunday tashrifni amalga oshirmadi. Uni qo'riqlayotgan xodimlarga internetga ulanmaydigan qurilmalardan foydalanish buyurilgan. Hatto shaxsiy oshpaz va suratkashlarning uylariga ham maxfiy kuzatuv tizimlari o'rnatilgan. Bunday keskin choralar tizim ichidagi chuqur inqirozdan darak beradi. Kreml tashqi tomondan qanchalik monolit va birlashgan ko'rinmasin, uning ichida jiddiy siyosiy zilzilalar boshlangan. Hozirda Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belousov va prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari Sergey Kriyenko o'rtasidagi ziddiyat ochiq kurashga aylandi. Mojaro markazida kelayotgan sentyabr oyidagi Davlat dumasi saylovlari turibdi. Putin frontdan qaytgan harbiylarga parlamentda 150 ta kafolatlangan o'rin va'da qilgan edi. Ammo amalda bu o'rinlarni haqiqiy jangchilar emas, balki tizimga sodiq amaldorlar egallashi kutilmoqda. Belousov esa armiya ichidagi obro'sini saqlab qolish uchun bu jarayonga aralashib, o'zining siyosiy ta'sirini kuchaytirishga urinmoqda. Shu bilan birga, Rossiya maxsus xizmatlari hozirda jinoyatchilarni emas, balki hukumat ichidagi sotqinlarni ovlash bilan band. Rossiya Xavfsizlik kengashi kotibi Sergey Shoygu atrofidagi halqa tobora torayib bormoqda. Uning yaqin safdoshi Ruslan Tsalikovning hibsga olingani elita uchun berilgan xavfsizlik kafolatlari yo'qqa chiqqanini anglatadi. Bu vaziyat nafaqat siyosiy doiralarda, balki oddiy xalq orasida ham ijtimoiy portlash ehtimolini yuzaga keltirmoqda. Siyosatshunoslarning fikricha, Rossiya ijtimoiy tarmoqlar ustidan to'liq nazorat o'rnatishga urinayotgani bejiz emas. Chunki urush hech qachon uzoq vaqt ijobiy kayfiyat bera olmaydi. Doimiy stress, qisqarayotgan ish o'rinlari va pasayib borayotgan iqtisodiy ko'rsatkichlar odamlarning noroziligini oshirmoqda. Kreml bu jarayonlarni axborot maydonini maksimal darajada bo'g'ish orqali jilovlashga harakat qilyapti. Xulosa qiladigan bo'lsak, bu yilgi G'alaba paradi Rossiya uchun kuch-qudrat namoyishi emas, balki bir insonning o'z atrofidagi dunyodan naqadar uzoqlashganini ko'rsatuvchi manzaraga aylanmoqda. Qizil maydon uzra cho'kkan bu g'alati sukunat ehtimol katta bo'ron oldidagi tinchlikdir. Siyosiy elita orasidagi yashirin urush va xalqning ortib borayotgan bosimi Kremlni qanday oqibatlarga yetaklashi hozircha jumboqligicha qolmoqda. Ammo bir narsa aniq, qo'rquv va shubha endi Rossiya hokimiyatining
ajralmas qismiga aylandi.